Rahmat Raisga. Avvalambor assalomu alaykum. Viloyatdan kelgan mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun Mamatlar xonadonida qadamimiz boshlangan xonadonda katta to'y tantana. Bu to'yning sababchisi singlimiz Durdona xonim. Durdona xonim uzoq umr, baxt, saodat. Mana shu kuyovlar. O'sha qarsin, vojibali bo'lsin. Dunyoda tinch, insonchilik bo'lsin, mana shunday to'ylar bo'laversin. İşqoq sovchilar, zimdan vaqt sovchilar, kabutarning ko'ngiliga o'tlar yoq sovchilar, keldik deb sovchilikka, shuqoshlari birikka, kuyov zo'rni yigit, yoqar katta kichikka, bir-birining tengidir, bir ko'ylakli yengidir, omin desa farishtalar, ishlarimiz o'ngilir. Har bir o'zbek to'y qilsin, to'ylarimiz gullasin, to'ylarimiz to'rida kelin kuyov o'tirsin. Aka yana bir bor tabriklaymiz, yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Mana shu bugun sizni yoningizda turgan barcha yaqinlaringiz sizni Tam ko'stingizni yopib, to'ylaringizni o'tkazyapti. Hamma yaxshi kunlar, to'ylar yetkazsin. Siz xonadoningizda ham yaxshi kun, doim to'ylar bo'lsin. To'ylarga elbet qo'yaylik. Shunday kunlar keladi, cho'ntak pulga to'ladi. Omonati eng zo'r bank xotiningiz bo'ladi. Siringizni bilgan ham, teringizni chilgan ham, duoingiz qilgan ham xotiningiz bo'ladi. Egri yo'ldan to'yitgan, farzand bilan to'yitgan, otangizga qo'yitgan, egri yo'ldan qo'yitgan, farzand bilan qo'yitgan xotiningiz bo'ladi. Chidayli shafoatda, mushriksiz ham qovoqqa, lahmon asar quloqda xotiningiz bo'ladi. Xotinlar ko'p g'iybatchi yoki oddiy gapchi, tepa kalga sababchi xotiningiz bo'ladi. Soya solmasin ham, ko'zlari bo'lmasin ham, ne bo'lganda ham xotiningiz bo'ladi. Agar yana bir bor tabriklayman, yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Hammani to'ylarga ketgan. Hazilchi bu. Tabriklaymiz. Rahmat, tashakkur qilamiz. Ajoyib samimiy dilkaronlar, ajoyib satrlar uchun. Aziz oqshomimizda chiroyli kechamizni davomli aylanganmiz. Yana bir bor siz nazarda ko'p kutilmagan holda davron